motor 200-300 larda turadigan motor. Hova chakmalar motori. Apparat elektronika. Xullas bu salarga o'tkazib yuboryapti deyishgan. Kelib zavod qilmasdan apparatni chiqarib stend qilib bu narsani almashtirishgan. Aybdan topib. Keyin yurgizsa qora tutagan. Sababini ochish uchun kelib klapni kirishgan otsam. Gazivissa mana. Haynay sinib ketgan. Qayrilib ketgan. Mo'larni chiqaryapman. Bunisi yaxshi. Tekis. Ikkinchisini chiqarib ko'ramiz. Bu ham yaxshi bo'lsa. Demak, xo'p, qiyshaydi sababi. Nima sababdan qiyshayishi mumkin? Kommentariyga yozib olinglar.